Dunyoning ishlari. O'tkir Hoshimov. Surat. Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgancha nonushta qilayotgan edim. Onam odatdagidek qistardi. O'tirsangchi bolam, birpas o'tirgin. Bo'ldi, ketdim. Shoshma bolam. Onam ko'zimga odatdagidan boshqacha qandaydir mung bilan termildi. Gap bor. Tipirchilab soatga qaradim. Hali yoqilg'i olish kerak, ishga borish kerak, keyin nashriyotga o'tish. Nima edi? Onam ko'zimga hamon ma'yus termilib o'tirardi. Suratga tushaylik, dedi to'satdan. Ajablandim. Nega? Yaqinda men o'laman. Onam bu gapni xuddi qo'shninikiga chiqib kelaman degandek ohangda aytdi. Kulib yubordim. Qo'ysangizchi, oyi. Shunday dedimda chiqib ketdim. Oradan 2 hafta o'tdi-yu, kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman. Sen nomard, sen ahmoq nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa topasan-ku, kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Nima sen, kino yulduzmisan? Jahonshumul shaxsmisan? Ana, bir dasta surating yotibdi. Har xil, har yerda. Faqat onang bilan tushgan surating yo'q.